Yig'laverma. Hozir bola kelsin gaplashamiz. Seni hech kimga berib qo'ymayman. Yaxshimisiz? Rahmat. Nima kiyimiz qo'l? Oyim uchrashuvga quruq bormagan dedilar. Miyiz ishlamaydimi deyman? Yo'q, bitta o'zim ishlayman. Tupoymisiz? Yo'q, Murodma. To'xta, o'zim gaplashaman. Tuzukmi polvon? Polvonni tanimayman-u. Tushunmading, mayli. Uychilar yaxshimi? Uychilarni qatdan bilaman. Gap tushunmaysanmi deyman? Tushunaman. Bir oyda bir marta bo'ladi. 100 dollardan o'ynashadi. Uni aytmayapman, meni gapimni aytolmayman. Men yo'qman-u. Qayerda? Gapingizda Bo'pti, chetroq o'tinglar. o'tolmayman. Ne? Zagranim yo'q. Chet elga demayapman, chetroq o'tinglar deyapman. Короче, bu meni qizim. Menga Tohir akani qizi deyishgan edi-yu. To'g'ri, Tohir akani qizi. Sizni qizingiz qani? Mana mashi. Hozir Tohir akani qizi dedingiz-ku? Qiz Tohir akaniki, men yaxshi ko'raman. Tohir akanimi? Qizini. To'xtang, eshiting. Bizani to'yimizda bo'ladi. Qachon? Bilmayman. Taxmin qilib ko'rsangiz-chi? 1-2 yildan keyin. Shunda 1-2 yildan keyin taxmin qilib ko'ra olasizmi? Qilolmayman hech narsa. Bilaman. Xullas, bu qiz senga tegmaydi. Boya tegdi-yu. Yo'q, erga tegmaydi. Ersiz o'tadimi? Senga tegmayman deyapman. Tegdiz-u boya. G'alchamsan? Yo'q, Murodman. Senga berishmaydi uydagilari, tushundingmi? Uydagilar berish shart emas. Hozir urib yuboraman lekin. Shu yerdami? Asabiylashmang. Bu bilan o'zim gaplashaman. Men gaplashmayman siz bilan. Nimaga gaplashmaysiz? Yigitingiz bor-u? Menga qara, hozir uyga borib qiz yoqmadi deysan. Uygami? Adem bilan oying yoqmadi deysan. Uyimi? Qizi? Qaysi qizi? Meni qizimmi? Tohir akani qizi-yu. Umrimni yedi o'zlari gaplashib olaring. Ana, sizni tashab ketdi. Qaqqa. Uf, mashitga mana turibman-u, asabimni o'ynab yording. O'ynashni yomon ko'raman. Asabimmi? O'ynashni yomon ko'raman. Jam, hozir yana gapirsang, shapaloq tiqib olaman. Qatimga. Yuzingga, bu ahvolingda itom tegmaydi senga. Boya siz tegdingiz-u? Uf, maraz qurib ket.